Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda VS Code dasturini o'rnatishni ko'ramiz. Agar siz o'tgan darsda PyCharm'ni o'rnatgan bo'lsangiz, VS Code'ni o'rnatish shart emas. Agar mabodo PyCharm qotib ishlayotgan bo'lsa, unda VS Code'ga o'tib olsangiz, ishingiz ancha osonlashadi. Chunki VS Code'ning hajmi PyCharm'nikiga qaraganda nisbatan kichikroq. VS Code'ni yuklab olish uchun brauzerga skачать VS Code deb yozamiz. Va mana shu birinchida turgan sahifaga kiramiz. Bu joyda turli xil operatsion tizimlar uchun ko'rsatilgan Windows, Linux hamda Mac. Bizga Windows kerak. Agar sizga boshqalar bo'ladigan bo'lsa, mosini yuklab olsangiz bo'laveradi. Endi ko'pchilik bizda Windows operatsion tizimidan foydalanganligi uchun mana shuni yuklab olamiz. Mana bu user installerda x64 ga bosamiz. Bir marta bossangiz yetadi, yuklab olish boshlanadi. Mana yuklab olishni boshladi. Hajmi ozgina kattaroq ekan, yuklab olgungacha pauzaga qo'yib turaman. Xo'p, mana yuklab bo'ldi. Endi buni o'rnatish uchun mana shu joyda ustiga bir marta bossangiz bo'laveradi yoki o'sha joylashgan papkasiga o'tib turib, ustiga sichqonchani chap tomonini 2 marta bosadigan bo'lsangiz, o'rnatishni boshlaydi. Bu joyda o'sha условия соглашениyaga rozi bo'lib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz buni bir qator o'qib chiqishingiz mumkin. Men я принимаю qilib ko'raman. Dalay. Bu joyda bizga aytayaptiki, mana shu Microsoft, ya'ni C diskga saqlash taklif qilyapti. Biz bu joyga emas, D diskga saqlab olamiz. Sizda C diskda qolaversa ham bo'laveradi, lekin menda C diskda joyim kam, D diskda ko'proq, aynan shuning uchun D diskga saqlab olaman. Xo'p, buning uchun obzorga bosamiz. Obzorga bosganimizdan keyin, xo'p, pastroqqa tushiraman. Mana shu yerda D diskni topib olaman. Mana shu eng pastda turibdi ekan. Xo'p, buni ochaman. Ochganimdan keyin mana bu yoqda Programsga o'taman. Programsga o'tgan paytimda mana bu yoqda bitta VS Code degan papka bor. Bu papkani oldinroq ochib olganman. Agar siz ham D diskga saqlayotgan paytingizda bu papka qanday ochilishini tushunmayotgan bo'lsangiz, shunchaki D diskga o'tasizda, o'sha o'zingizni papkangiz ichida shunaqangi nomli bitta bo'sh papka ochib olasiz. Men shuni ochib olganman va mana shu yerda aytayapti, demak D Programs, uning ichidagi VS Code papkasining ichida mana bu Microsoft VS Code degan papkani ichiga saqlayman deb aytayapti. Okey. Bo'ldi, mana tanlandi. Endi Dalayni bosamiz. Bu joyda nomini ko'rsatyapti va mana bu yerda puskda nimasini, mana shu papkasini hosil qilmaslikni aytayapti. Menga kerak bo'lib qoladi bu narsa, shuning uchun ham hosil qilaversin. Agar galchka qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, hosil qilmaydi. Dalayni bosamiz. Bosganimizda e'tibor bering, mana bu birinchida turgan joyda рабочий stolda значогini hosil qilishni aytayapti. Agar galchka qo'yib qo'ysangiz, o'shani hosil qilib beradi, lekin menda рабочий stolda kerak emas. Lekin menga mana bu ikkitasi kerak bo'ladi. Bu ikkitasining vazifasi mana bu yerda sichqonchani o'ng tomonini bosgan paytingizda, kontekst menuni bosgan paytingizda chiqarib berish uchun, ya'ni рабочий stolda yoki ixtiyoriy bironta papkada bosgan paytingizda mana xuddi PyCharm'da chiqargandek VS Code'ni ham chiqarib berish uchun kerak bo'ladi. Shu ikkitasiga galchani qo'yganimizdan keyin Dalayni bosamiz va bizda qilgan ishlarimizni ko'rsatib beryapti. Demak, D disk o'rnatilyapti. O'sha pusk menyusida ko'rinadi, mana bu papka bo'ladi deyapti va haligi galcha qo'ygan joylarimizni chiqarib beryapti. Установить qilaman. Xo'p, o'rnatib bo'ldi. Hozir men zaвершitni bosadigan bo'lsam, to'g'ridan-to'g'ri Visual Studio ishga tushib ketadi, lekin menga bu kerak emas. Bu joydan galchkani olib qo'yaman, ya'ni ishga tushirmagin deymanda, zaвершит qilib yuboraman. Bo'ldi, o'rnatib bo'ldim. Endi keyingi qiladigan ishim nima bo'ladi? Men VS Code'ni ocha olishim kerak. Mana bu yoqqa poyezga VS Code deb yozadigan bo'lsangiz, mana chiqadi Visual Studio Code. Shuni ochib turib, u joydan kerakli papkani ochasiz bo'laveradi, faylni ochasiz bo'laveradi. Lekin men bundan osonroq usulni ko'rsataman. Ya'ni siz har doimgidek nima qilasiz? Mana shu joyda bitta bo'sh papka hosil qilasiz. Python dars nomli. Mana bo'sh papka. Tasavvur qilib, biz mana shu papkaning ichida Python fayllarimizni hosil qilishimiz kerak. Buning uchun shu papkaga kirasiz. Kirganingizdan keyin mana shu joyda sichqonchani o'ng tomonini bosasizda, открыть с помощью kodni ustiga bosasiz. Bu joyda chiqarib berganning sababi haligi joyda galchka qo'yganimiz hisobiga. Xo'p, mana shu holatni ochgan paytimizda
Ha. Bu yoqda aytgancha ro'yxatni o'tib bo'lsangiz ham bo'lar ekan. Google orqali yoki GitHub orqali kirib turib, lekin menga bu hozircha shart emas. Xo'p. Endi mana bu papkamizni hozir VS Code yordamida ochib oldik. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, joylashgan manzili Python dars. PyCharmda o'zi avtomatik Python fayl ochib berardi, lekin bu yoqda unday emas. Python fayl ochishimiz uchun mana shu birinchisini bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yangi fayl ochish. Mabodo sizga papka kerak bo'ladigan bo'lsa, mana buni tanlaysiz. New folder bu papka ochish. Biz yangi fayl ochib olamiz. Ustiga bosamiz. Fayl nomini yozamiz. Main deb yozib beraman. Python fileget va kengaytmasini ko'rsatib qo'yishim kerak bo'ladi. Kengaytmasi .py bo'ladi. Kengaytma nimaligini sizlar bilan o'sha Pythonda o'rnatgan darsimizda gaplashgandik. Enter'da bosamiz. Enter'da bosganimizdan keyin mana shu joyga bironta kod yozib ko'rishimiz mumkin. Print deymiz. Salom dunyo degan so'z yozamiz. Aytgancha mana bu joyda Pythonda extension o'rnatish taklif qilyapti. Kelib biz buni o'zimiz alohida o'rnatib ko'ramiz mana bu joyda. Hozircha X bosib qo'yaman. Mana print salom dunyo dedim. Turibdi mana kodim. Buni saqlashim uchun Ctrl C ni bosishim kerak bo'ladi yoki mana bu faylga bosasizda mana bu save bosishingiz kerak bo'ladi. Mana bunday qilib turib Ctrl C, ya'ni klaviatura bilan bosaveraman. Xolasiz mana bu holatda bosishsam bo'ladi. Ctrl C. Yozilgan kodimiz saqlandi. Endi bu faylni run qilishimiz kerak bo'ladi. Faylni run qilish uchun bu joyda oldin terminal ochib olishingiz kerak bo'ladi. Terminalni ochish uchun mana bu terminalga bosasiz, new terminal qilasiz. Va mana terminalimiz ochildi. Terminalda ko'radigan bo'lsak, o'sha C-diskda joylashgan рабочий stol'dagi mana bu Python dars papkasining ichini ko'rsatyapti. Mana shu papkaning ichida bizda main.py faylimiz bor. Endi biz mana shu faylni ishga tushirishimiz kerak. Ana shunda bu faylning ichida mana bu kodlar run bo'ladi. Yozgan kodimiz bu yoqda ko'rinadi. Faylni run qilish uchun mana shu joyda mana shu papkadan keyin Python deb yozamiz, ya'ni Python interpretatorini chaqiramiz va faylning nomini beramiz. main.py. Enter'da bosadigan bo'lsak, mana shu joyda yozilgan print salom dunyo degan xabarni chiqarib berdi. Ko'rayotgan bo'lsak. Bundan keyin yana bironta so'z yozib ko'radigan bo'lsak, masalan, bu yoqda endi hello world deb yozib ko'raylik. Ya'ni Ctrl C qilamiz, saqlaymiz. Ana undan keyin mana bu yozgan buyrug'imizni qayta bajaramiz. Mana bu holatda ham nima qilyapti ekan? Bajarib chiqarib beryapti ekan. Lekin siz bundan ham osonroq usulda run qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni har safar bu yoqqa o'tib, ya'ni terminal ochib, mana bu holatda yozib o'tirmasdan, bundan osonrog'i bormi deydigan bo'lsangiz, bor osonrog'i. Buning uchun biz extension o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Uning uchun mana bu yoqqa bosamiz. Bosgan paytimizda bu joyda mavjud extensionlarning ro'yxatlarini chiqarib beradi. Mana mavjud bo'lgan extensionlar. Bu extensionlarda vazifasi kod yozishimizni osonlashtirib berish, ya'ni ma'lum bir qulayliklarda qilib beradi. Xo'p, bu joyga Python deb yozaverasiz. O'zi bu yoqda chiqib ham turibdi, lekin Python deb yozaveramiz. Python. Bo'ldi mana. Python deb yozdik. Yozgan paytimizda mana bu birinchida chiqayotganlari Microsoftniki chiqyapti. Shulardan birinchisini o'rnatamiz. O'zi birinchisini o'rnatsangiz, mana bu qolganlarini qo'shib o'rnatadi. Xo'p, mana shuni install qilamiz va o'rnatgungacha ozgina kutib turishimiz kerak bo'ladi. Mana o'rnatib bo'ldi. Endi main.py fayliga o'tamiz. main.py fayliga o'tgan paytingizda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu joyda mana bu belgi paydo bo'lib qoldi, ya'ni run python fayl deyapti. Bu yoqqa bosadigan bo'lsangiz, boshqa yana qulayliklari bor. Shularning ichidan run python faylni tanlaydigan bo'lsak, bizni mana bu joyda yozgan kodimizni ishga tushirib beradi. Xuddi PyCharmdagi qanday qulaylik bo'lsa, mana shu qulaylikni ham bu yoqda nima qilsak bo'lar ekan? Ulab ishlatsak bo'lar ekan. Endi kelar biz extensionlarni yopib ko'ramiz. Mana buni bosadigan bo'lsak, bizga faylimiz yozilgan joyda ko'rsatadi. Yana buni bitta qulayligi nimada? Faqat kodni run qilib bermaydi. Mana endi siz print deb yozadigan bo'lsangiz yoki shunchaki pr deb yozadigan bo'lsangiz, Pythonda yoziladigan o'sha funksiya yoki klasslarning ro'yxatlarini chiqarib beryapti. Ya'ni siz mana buni tanlamoqchi emasmisiz degandek. Agar sizga shulardan birontasi kerak bo'lsa, keyinchalik shunchaki nima qilaverasiz? Tanlab ishlatib ketaverasiz. Oxirigacha yozib o'tirishingiz shart emas. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.